Unaqalar tilida sunnat amalni ijrosiga erkinlik talab qilib, o'zlarini din jonkuyarlari qilib ko'rsatgani bilan aslida maqsadlari boshqa narsa. Chunki ularga agar so'ragan narsalari raful yadayn amalini masalan ruxsat berilsa, ular aminga ruxsat talab qilishadi. Agar aminga ham ruxsat berilsa, aminni jahri aytilishga ruxsat berilsa, namozda oyoqni ochib, ko'krakni kerib, haligi gerdayib namoz o'qishga ruxsat so'rashadi. Unga ham berilsa boshqasini va yana boshqasini talab qilishaveradi to shu fitnaga sabab bo'lmaguncha. To musulmonlar orasida ixtilof chiqarib, fitna olovini yoqmagunlaricha ular bu talablaridan to'xtashmaydi. Chunki ular shunaqa ishga programmalashtirilgan. Ular yurtimizdagi musulmonlar orasida, xususan o'zbek zabon musulmonlar orasida fitna chiqarish uchun yetishtirilgan odamlardir. Bu narsa ularning ma'ruzalarida ham ochiq oydin ko'rinib turibdi. Buni faqat aqlli musulmonlar aql tarozisida tortib ko'rishlari kerak. Ularni hatto Nabiy sallallohu alayhi va sallamning musulmonlar orasida fitna olovini yoqadigan kishiga Allohning la'nati bo'lsin degan hadislari ham to'xtata olmaydi. Chunki ular tabiatlarini dinga moslashga emas, aksincha dinni o'z tabiatlariga moslashga harakat qilishadi. Va boshqalardan ham ana shunday yo'l tutishni talab qilishadi. Vijdon erkinligi to'g'risidagi qonunga to'xtaladigan bo'lsak, bu juda ko'p huquqiy va rivojlangan davlatlarning qonunlarida, shuningdek Sodiq Samarqandiyning o'zi istiqomat qilib turgan davlatning qonunlarida ham o'z ifodasini topgan. Jumladan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari deklaratsiyasida ham vijdon erkinligi belgilab qo'yilgan. Shu jumladan O'zbekiston Respublikasi qonunlarida ham vijdon erkinligi o'z ifodasini topgan va har bir O'zbekistonda yashayotgan fuqaro o'zi xohlagan dinga e'tiqod qilishi yoki e'tiqod qilmaslik huquqiga ega. Mana shu huquq qonun bilan kafolatlab qo'yilgan. Albatta bu qonun diyorimizda yashayotgan musulmonlarning ham, boshqa din vakillarini ham, diniy amallarini, ularning e'tiqodlarini himoya qiladi. Agar vijdon erkinligi cheklansa, musulmonlar ham o'z ibodatlarini, e'tiqodlarini erkin bajara olmaydi. Ta'kidlab o'tganimizdek, vijdon erkinligi ibodat uslublariga aralashish emas, balki din tanlash va unga erkin amal qilish huquqidir. Shuningdek, mazhabiy ixtiloflar, mazhabdagi amallardagi farqlar, masalan raf'ul yadayn, qiroatda aminni baland aytish yoki qo'lni ko'krak barobar ko'tarib turish, bular ulamolar tomonidan ixtiloful maqbul deb qabul qilingan. Mazhabiy ixtiloflarda olim kishilar bir-birini, xususan ummatni ayblashlari noto'g'ri sanaladi. Agar kimdir namozdagi boshqa mazhabga oid amal haqida so'rasa, bu savol ilmiy savol deb qaraladi. Ammo bu savol ortida majburlash yoki talab shaklida bo'ladigan bo'lsa, savol bu fitna chiqarish deb qaraladi, azizlar. Unday fikri buzuq odamga qarshi kurashishni, bir insonni vijdon erkinligiga qarshi kurashish yoki uning haq-huquqini poymol qilish deb atash noto'g'ri ishdir. Ta'kidlab o'tganimizdek, vijdon erkinligi musulmonlarning ham, musulmon bo'lmaganlarning ham huquqlarini himoya qiladi. Agar bu huquq yo'qolsa, barcha dinlar qatori musulmonlar ham o'z ibodatlarini erkin bajara olmaydi. Xulosa qilib aytganda, dinimiz talabi bo'yicha mazhabiy ixtiloflar ilmiy mulohaza maydonida hal qilinishi kerak. Bunday far'iy masalalarni omma oldiga chiqarish yoki ijtimoiy tarmoqqa olib chiqib
tortishish bu musulmonlar orasida fitnaga va o'zaro dushmanlikka sabab bo'ladigan ishlar. Agar kimdir shunday qilayotgan bo'lsa, demak bilingki, u odam musulmonlar orasida fitna chiqarishni, ixtilof chiqarishni istaydigan odam sanaladi. Bunday qilishdan maqsad yo odamlarga o'zini olim qilib ko'rsatish bo'ladi, yoki odamlar orasida fitna chiqarish uchun bo'ladi. Vijdon erkinligini inkor etish yoki uni tor doirada talqin qilish jamiyatdagi erkinlikka tahdid va musulmonlarga ham zarar sanaladi. Shuning uchun islomda aqida va fiqh tizimi vijdon erkinligini teng qo'llaydi va qonunda belgilab qo'yilgan bu huquq jamiyat tinchligi uchun zarur kafolat deb qaraladi.